Assalomu alaykum. Hozirgi mavzu bosh aylanishlar haqida bo'ladi. Bosh aylanishi bu subyektiv holat hisoblanadi. Ya'ni kak og'riqni ham ko'rmaymiz-ku, bosh aylanishini ham bemor aytgan bilan biz ko'rmaymiz. Shuning uchun bu subyektiv holat bo'ladi. Bemorning shikoyatiga qarab biz orientatsiya olamiz. Bosh aylanishi yolg'on his hisoblanadi. Как будто bemorning ko'zining oldida buyumlarni realni aylanayotganday his qilish kuzatiladi. Endi bosh aylanishini turlarini va ularning sabablarini aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, bosh aylanishi bu vestibulyarniy yoki sistemli bosh aylanish hisoblanadi. Vestibulyarniy bosh aylanishni birinchisi доброкачественный, paroksizmalniy, pozisionniy головокружение DPPG yoki o'zbekchasiga yaxshi sifatli paroksizmal pozitsion bosh aylanishi deyiladi. Bemorning ko'zining atrofida buyumlar karuselda, charxpalakda aylanadi. Bu bosh aylanishlarning 70%ni tashkil qiladi. Bu bosh aylanishi, bunga sabab qulog'imizda vestibulyarniy apparat bo'ladi. Ya'ni quloqning ichki qulog'ida. Quloq o'zi 3 ga bo'linadi. Tashqi, o'rta va ichki quloq. Tashqi va o'rta quloqlar eshitish uchun ichki quloq odam muvozanatini mo'tadil ushlab turish uchun xizmat qiladi. Ya'ni ichki quloqda chig'anoq bo'ladi va 3 xil yo'nalishda labirintlar mavjud. Labirintning ichida endolimfa bo'ladi. Endolimfa suyuqligi odamning harakati bilan bir xilda yo'nalishda harakatlanadi. Shunda odam muvozanatda yuradi. Labirintlarning ichki devorida mikrokristallar bo'ladi. Ya'ni kalsiy tuzlari ma'lum bir sabablar natijasida bu kalsiy tuzlarining ko'chishi kuzatiladi. Ya'ni atalitlarda ko'chishi kuzatiladi. Bu atalitlarni endolimfaga tushish natijasida endolimfa odam harakati bilan bir xil yo'nalishda harakat qilishiga to'sqinlik qiladi va odamning harakatlanayotgan muvozanatini buzilishiga olib keladi. Bu qanday ko'rinishda kechadi? Odamning atrofida hamma narsa charxpalakday, ya'ni karuselda aylanadi. Ko'zda nistagim, ya'ni nistagim ko'zning qorachig'iga qaraydigan bo'lsak, qorachig'i joyida turmaydi, o'ynab turadi qorachig'i va ko'ngil aynishi kuzatiladi. Nima uchun ko'ngil aynish? Chunki vestibulyar markaz bilan qusish markazi bir-biriga yaqin bo'lgani uchun vestibulyarning markazining qo'zg'aluvchanligi kuchayish natijasida qusish markaziga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun odamning ko'ngli aynib, qayd qilishi ham kuzatiladi. Sistemli bosh aylanishlarning ikkinchi sabablari quloqdagi bo'ladigan kasalliklar, quloqning yiringli kasalliklari, sindrom Meniere kasalligi va labirintit va labirintning yallig'lanishi, vestibulyar nervning zararlanishi natijasida sistemli bosh aylanishlar kelib chiqadi. Ikkinchi tip bosh aylanishi bu nesistemli, ya'ni vestibulyar apparatdan tashqari bo'ladigan sabablar hisobiga kelib chiqadi. Bunda anemiya hisobiga, miyaga kislorod yaxshi yetib bormasligi hisobiga bosh aylanish kuzatiladi va yana arteriya davleniya tushib ketadigan bo'lsa, joydan riski turganda bosh aylanish kuzatiladi. Va yana qandli diabetlarda qon tarkibida glyukozaning miqdori kamayishi, ochlik hisobiga odamda bosh aylanish kuzatiladi. Va qariyalarda suvsizlanish natijasida degidratatsiya hisobiga qon quyiladi va shuning hisobiga bosh miyaga kichik joylargacha to'liq qon yetib bormagani hisobiga bosh aylanish kuzatiladi. Bunda klinik ko'rinishida bemorning ko'zining atrofi tumanlash, xiralashish paydo bo'ladi. Xuddi o'zi hozir hushdan ketib qoladigandek his qilishi, bo'shashish kuzatiladi va sovuq ter ajralishi, hossizlanish kuchayadi. Endi 3-tip bosh aylanishlarda bunda sheyning sabablari hisobiga, bo'yinning problemalari, muammolari hisobiga kelib chiqadigan bosh aylanishlar. Bunda bo'yinni yonga burganimizda bosh aylanish kuzatiladi. Bunda bosh aylanish shatasha qilib, ya'ni ichib olgan odamday harakatlanadi. Bunda bo'yinning muammolarida, bo'yinning kasalliklarida, ya'ni bo'yin osteoxondrozida yoki bo'yin umurtqalarini bir-biriga nisbatan silishi, lissizlarning hisobiga, bo'yin arteriyasi sindromi, bo'yindan miyaga boradigan arteriyaning nisbatan siqilishining hisobiga, miyaga to'liq kislorod yetib bormasligi hisobiga
gipoksiya hisobiga bosh aylanishi kuzatiladi. Va 4-chi bosh aylanishlarning katta turi bu psixogen bosh aylanishlar. Ya'ni kuchli stress yoki vahima, trevojность yoki depressivni holatlarda miya vatniy golova deydi, paxtasimon miya deyiladi. Miyaning ichi tumandek his qilishi, o'zini orientatsiyasini ololmasligi va aqliy faoliyatining shu vaqtda tormozlanib qolishi, boshni og'irligini his qilishi, og'rishini emas, og'irligini his qilishi, diqqatni pasayishi kuzatiladi. Tashqi ta'sirotlarga bo'lgan reaksiyasi pasayadi. Bu psixogenni bosh aylanishi hisoblanadi. 5-inchisi bosh miyada bo'ladigan o'zgarishlar hisobiga keladigan bosh aylanishlar. Bunda bosh miya o'smalarida yoki rassiniy skleroz, tarqoq sklerozlarda yoki bosh miya o'tkir qon aylanish buzilishlarida, ya'ni insultlarda kuzatiladi. Bunda bosh aylanishi, ko'zni ikkita ko'rishi narsalarni va nutqning o'zgarishi, yuzning bir tarafi, tananing bir tarafi, qo'l oyoqlarda kuchsizlanish, sezgining o'zgarishi bilan kechadigan bo'lsa, bunda insult hisoblanadi. Bemorni yotqizish kerak, harakatlantirmasdan va zudlik bilan tez tibbiy yordamni chaqirish kerak bo'ladi. Bosh aylanishga olib keladigan mexanizmlar asosan 3 taga bo'linadi. Birinchisini aytdim, vestibulyarniy apparatda, chig'anoqning ichidagi labirintlardagi endolimfaning suyuqligini odam harakatiga nisbatan nomutanosib bo'lsa, bir xil harakatlanmasa, odam muvozanati buziladi. Ikkinchisi, inson harakatlanishdan oldin orientatsiyani ko'zdan keladigan informatsiya hisobiga oladi. Agar biror narsani ushlamoqchi bo'lsangiz, qayerda joylashganini, qanchalik ob'yomlarligini ko'zingiz informatsiya olib, shunga qarab mutanosib harakat qilasiz. Ana shunday ko'zdan keladigan informatsiyalar hisobiga va uchinchisi propriotseptorlar hisobiga. Agar o'zingiz bilmaydigan qop-qorong'i joyga yuradigan bo'lsangiz, oyog'ingiz tagida nima borligini bilmaysiz. Paypaslab oyog'ingiz bilan yurib borasiz. Ana shu sezgi ham odamning muvozanatini mutanosib ushlab turishga yordam beradi. Endi davosiga keladigan bo'lsak, bu aytgandek bosh aylanishi kasalliklarning bitta simptomi hisoblanadi. Ya'ni bitta belgisi hisoblanadi. Bu asosiy kasallik emas. Shuning uchun qaysi kasallik sabab kelib chiqadigan bo'lsa, shu kasallikni davolash kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Ya'ni bo'yin hisobiga keladigan bo'lsa, sheyniy osteoxondrozni davolash kerak bo'ladi. O'zining mashqlari bor, medikamentozning davo choralari bor. Shularni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Insult hisobiga bo'ladigan bo'lsa, uni qimillatmasligimiz kerak va qaysi insult ishemikmi, gemoragizmi uni aniqlab, shunga qarab davo choralarini olib borishimiz kerak bo'ladi va psixogenniy bo'ladigan bo'lsa, stresslarni, vahima yoki trevojniy holat, depressiya holatlarini oldini olishimiz kerak bo'ladi. Va vestibulyarniy bosh aylanishlar bo'ladigan bo'lsa, quloq kasalliklari natijasida bo'ladigan bo'lsa, lor mutaxassisiga yuboramiz. Доброкачественное paroksizmalniy pozitsionniy головокружение DPPG, bunda o'zining metodi bor, manevr Apple deyiladi. Men sizlarga hozir buni ko'rsatmoqchiman. Hozir men sizlarga доброкачественный paroksizmalniy pozitsionniy головокружение, ya'ni yaxshi sifatli paroksizmalniy pozitsionniy bosh aylanishini davolash metodini ko'rsatmoqchiman. Bu manevr Apple deyiladi. Unda bemorni mana shu holatda o'tirg'izib, qo'lni ko'kragiga mana shuni ushlagan holda boshini 45 gradusga yonga burib, 45 gradusga yonga burib, sirazi yotqizamiz. Shunda ko'ngli aynishi mumkin bemorni va ko'zdan nistagimni sezishimiz mumkin. 1 minutlar ushlab turamiz. O'rtacha nistagim o'tgandan keyin qarama-qarshi yonga 45 gradusga buramiz. 45 gradusga burib, yarmida ushlab turamiz. Nistagim to'xtagandan keyin 1 minutgacha ushlab turamiz va bemorni yonga buramiz. Yonga burib, boshi 45 gradus pastga qarab turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Bu holatda ham
bir minutlar ushlab turamiz. Bemorni srazi ko'taramiz. Va boshi egab holda 1 minutlar mana shunday ushlab turamiz. Maksimum 2 minutgacha. Mana shu manevr eplini kuniga 3-4 marta qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yaxshi sifatli paroksizmal pozitsion bosh aylanishlariga mana shu metod bilan davolanadi. Yaxshi sifatli paroksizmal pozitsion bosh aylanishlarida atolitlar ko'chish hisobiga degandik-ku. Atolitlar bular kalsiy kristalloidlari hisoblanadi. Kichik kristalloidlari vitamin D berish tavsiya qilinadi. Sabab tekshirishlar o'tkazilganda olimlarda vitamin D miqdori kamlarda vitamin D miqdori normalarga nisbatan 23 barobar ko'proq kuzatilar ekan. Shuning uchun vitamin D berish tavsiya qilinadi. Ya'ni vitamin D preparatlaridan didrogel kapli holda 5-10 tomchidan 1 oydan 2 oygacha ichish tavsiya qilinadi. Bir mahal ovqat mahali ichish tavsiya qilinadi. Bitta serk bu Navoga preparatini berishimiz mumkin. Bir tabletkadan 3 mahal 2 haftagacha beriladi. Ular sindrom Meniere kasalligida Navoga yaxshi yordam beradi. Chunki bitta serk keyinroq ta'sir qiladi, Navoga shu kunning o'zida ta'sir qiladi. Ba'zi bir bolalarda agar bilsalaringiz mashinaga ketayotganda teskari qaratib qo'yadigan bo'lsak, mashinani orqasiga qarab ketadigan bo'lsa, yosh bolalarda ba'zilarda ko'ngil aynib bosh aylanishi kuzatiladi. Bunda mana vestibular apparatni yaxshi rivojlanmagan mana shu bemorlarga ham Navoga preparatini berishimiz mumkin. Lekin hammasi shifokor tavsiyasiga asosan. Qisqacha bosh aylanishlar haqida mana shu ma'lumotlarni yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.